Assalomu alaykum. Men Termiz davlat pedagogika instituti, pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti, pedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Xoliba Mohigul Shavkatovna bo'laman. Demak, bugun biz siz bilan inklyuziv ta'lim mazmuni va mohiyati bilan tanishib chiqamiz. Barchamizga ayonki, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng barcha sohalarga, shular qatori ta'lim tizimiga ham katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Demak, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng ta'lim sohasida turli xil islohotlar amalga oshirilmoqda. Bulardan biri esa inklyuziv ta'lim hisoblanadi. Ya'ni imkoniyati cheklangan bolalarni ham sog'lom bolalar qatorida jamiyatga ijtimoiylashishi, o'z o'rniga ega bo'lishi uchun turli xil qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Hozirgi kunda inklyuziv ta'lim davlat siyosati qatoriga ko'tarilmoqda. Bu bejizgi emas. Bunga misol qilib, aynan paralimpiyachilarimizni ham misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Sababi ularni ko'rishda, eshitishda, tayanch harakatida, nutqida imkoniyati cheklangan bo'lsa ham yurtimizni bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, oltin, kumush hamda bronza medallarini qo'lga kiritib, davlatimiz hamda davlatimiz rahbarining ularga berilgan ishonchlarini oqlagan holatda qaytishmoqda. Demak, inklyuziv ta'lim nima? Inklyuziv so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, uyg'unlashish, birlashish degan ma'noni bildiradi. Bitta auditoriyada sog'lom va nosog'lom bolalarning birgalikda ta'lim olish jarayoni mahoratli ustoz tomonidan. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarning maktabdagi sog'lom tengdoshlari qatorida ta'lim olish jarayoni hisoblanadi. Maqsadi tenglik, adolat, ya'niki ularning imkoniyati cheklangan bo'lishidan qat'iy nazar ularning ham haq-huquqi, qadr-qiymati mavjud ekanligini isbotlab ko'rsatish. Ko'rib turganingizdek, bu yerda inklyuziv ta'limning vazifalari ko'rsatib o'tilgan. Ta'lim muassasasida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishi uchun zaruriy psixologik, pedagogik yordamlarni ko'rsatish, moslashtirishni amalga oshirish, o'quvchilarning ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash, imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarni oilalaridan ajralmagan holatda ta'lim olishini ishlab chiqarish, jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalarga insonparvarlik yuzasidan murojaat qilish. Ya'niki bu nima degani? Bu nafaqat ularning o'zlari, balki oila a'zolarining ham ko'ngliga ozor yetkazadi. Sababi bilasizki, o'sha kar, ko'r, cho'loq degan so'zlarning o'rniga ularga imkoniyati cheklangan, ya'ni ko'rishda, eshitishda imkoniyati cheklangan, tayanch harakatida imkoniyati cheklangan shaxslar deb murojaat qilsak, bu insonparvarlik yuzasidan murojaat qilgan bo'lamiz. Demak, inklyuziv ta'lim ishtirokchilari kimlar? Imkoniyati cheklangan bolani bilasizki, hamisha uning oilasi, maktab, mahalla, tengdoshlari, do'stlari, Sog'liqni saqlash vazirligi va Xalq ta'lim vazirligi birgalikda qamrab oladi. Inklyuziv ta'limda samaradorlik qachon yaxshi bo'ladi? Demak, unda barcha o'sha yuqorida sanab o'tgan ishtirokchilarimiz bir vaqtning o'zida bir maqsad qo'yib, hamjihatlikda ishlashganida inklyuziv ta'limdagi bola, ya'ni imkoniyati cheklangan shaxsda samaradorlik natijasi yuqoriga erishiladi. Uni biz qanchalik qo'llab-quvvatlasak, o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi va hayotga yashashga harakati kuchayadi. Bunda bizda hamisha nafaqat o'sha sog'lom bola, imkoniyati cheklangan bolalarda ham oila bu poydevor vazifasini o'taydi. Ota-ona farzandining ijtimoiy hayotga va
samaradorlikka moslashishi uchun qo'llab-quvvatlash, u ham jamiyatning bir a'zosi, bir bo'lagi ekanligi haqida tushuntirishi lozim. Mana shu o'rinda imkoniyati cheklangan bolaga ota-onalarning munosabatiga ko'ra 4 ga bo'linadi. Bular avtoritar, nevrotik, psixosomatik va me'yordagi ota-onalar hisoblanadi. Avtoritar ota-onalar bu imkoniyati cheklangan bolani shaxs sifatida ko'rmaydi. Jamiyatda ijtimoiylashishni xohlamaydi. Go'yoki bola ota-onaning og'riqli nuqtasi hisoblanadi. Bunday holatdan keyin imkoniyati cheklangan bolada o'ziga bo'lgan ishonch yo'qoladi, o'zini haq-huquqlari borligini bilmaydi, qadrga ham ega bo'lmaydi. Bunda psixosomatik ota-onalar bir vaqtning o'zida bolani ko'klarga ko'tarishadi va uni yana hech kim emasligini ham o'zlari ko'rsatib o'tishadi. Buning natijasida bolada kuchli stress paydo bo'ladi va bu stresslar natijasida ikkilamchi, uchlamchi kasalliklarga aylanadi. Yuqorida tilga olingan 3 xil ota-ona turlari avtoritar, nevrotik hamda psixosomatik ota-onalarda bolani tuzalishida ishonch mavjud bo'lmaydi, lekin uni xohlashadi. 4-turimiz o'z nomi bilan aytib o'tilganidek me'yoriy ota-onalar qanday bo'ladi? Me'yoriy ota-onalar uni shaxs sifatida ko'rishadi, ma'lum bir natijalarga, o'ringa ega bo'lishini bilishadi. Bunga bolani ham ishontirishadi, uni shaxs sifatida haq-huquqi, qadr-qiymati mavjud ekanligiga. Bundan tashqari buni amalda ham sinashadi. Tibbiy ko'riklarga olib borib, natijani samarali bo'lishi uchun bolani qo'llab-quvvatlashadi. Keyingisi mahalla. Mahalla o'z navbatida aholini imkoniyati cheklangan bolalarga ijobiy munosabatda tarbiyalashi, oilani ijtimoiy qo'llab-quvvatlaydigan ijtimoiy institutdan biri hisoblanadi. Maktab jamoasi imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim berishga tayyor bo'lishi, ularni qabul qilish uchun tayyor turishi kerak. Demak, mana shu o'rinda imkoniyati cheklangan bolalarni qabul qilish jarayoniga ko'ra maktablarimizning ham turlari mavjud. Birinchisi eksklyuziya, ikkinchisi segregatsiya, uchinchisi integratsiya va 4-si bu inklyuziya hisoblanadi. Eksklyuziya maktablari bu umumta'lim maktablarining ro'yxatida turuvchi bola, umumta'lim maktablarida ish faoliyatini olib boruvchi pedagog tomonidan uyiga borib, individual holatda bola bilan shug'ullaniladi. Bunda bola bilan individual holatda shug'ullanadi. Biz buni uy sinfi yakka tartiblar deb nomlaymiz. Bola bunda ijtimoiylashuvda juda ham qiynaladi va undagi samaradorlik yetarlicha rivojlanmaydi. Ikkinchi turi bu segregatsiya. Maxsus maktablar, maxsus sinflar va maxsus pedagoglar tomonidan ta'lim jarayoni olib boriladi. Aynan o'zimizda Sho'rchi hamda Angor tumanlarida maxsus maktablar mavjud. Bunda maxsus maktablarda 8 tadan 12 tagacha bola soni bo'lishi mumkin bir sinfda. 3-turi bu integratsiya. Ya'ni umumta'lim maktablarining ma'lum bir sinfigina faqatgina imkoniyati cheklangan bolalardan tashkil topgan hisoblanadi. Va 4-si siz va bizga tanish bo'lgan bu insonparvar ta'lim turi deb hisoblangan bu inklyuziya. Inklyuziyada sog'lom va nosog'lom bolalarning adolatli holatda mahoratli pedagog tomonidan ta'lim olish jarayoni hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tganimiz 4 ta maktab turining 3-si, ya'ni integratsiya maktab turlari bizda mavjud emas. Qolgan 3 ta tur bizda mavjud. Respublikamizning turli xil hududlarida o'z ish faoliyatlarini olib borishmoqda. Sog'liq saqlash tizimi klinik tashxis qo'yadi, unga kerakli ko'maklarni beradi. Xalq ta'lim tizimi esa bolani ijtimoiylashuvdan chiqib ketmasligi, uni
boshqalar qatori ta'lim tarbiya olishi uchun ikkita vazirlik hamisha hamkorlikni davom ettirishadi. Inklyuziv ta'lim tamoyillarini ko'rib o'tamiz siz bilan. Demak, birinchisi e'tirof etilish, ikkinchisi barcha uchun ochiq bo'lish, uchinchisi bog'lanishning mavjudligi, to'rtinchisi kompleks yondashuv, beshinchisi moslashuvchanlik va oltinchisi malakaviy tamoyil hisoblanadi. Yuqorida tilga olingan tamoyillar imkoniyati cheklangan bolalarni hayotga hamohang bo'lishi, jamiyatga moslashishi, ijtimoiylashuvi, o'ziga bo'lgan ishonchni tiklashi uchun yordam beradi. Ta'limni o'quvchilarning imkoniyatlariga qarab yo'naltirish. Ko'zi ojiz o'quvchilar, ya'ni ko'rishda imkoniyati cheklangan bolalarda eshitish va taktil sezgisi orqali o'quv materiallarini yaxshi qabul qiladi. Bilamizki, o'sha ko'rishda imkoniyati cheklanganlarda hissiyot juda ham kuchli hisoblanadi. Buni biz 6-hissiyot ham deb ataymiz. Taktil sezgisi esa bu bizning o'sha barmoqlarimiz uchidagi sensomotorika orqali paypaslash bilan atrof muhitni his qilishimiz, tashxislashimiz hisoblanadi. Eshitishda muammosi bo'lgan o'quvchilar, eshitishda imkoniyati cheklangan o'quvchilar ko'rish sezgisi o'tkirligi sababli o'quv materiallarini vizual ravishda qabul qiladi, ko'rsatib tushuntira olmagan qismini imo ishoralar bilan tushuntirib beradi. Aqliy faoliyatida yengil darajadagi o'quvchilar. Bu haqida ma'lumot berishdan oldin aynan o'sha aqliy tomonlama imkoniyati cheklanganlik turlari haqida gaplashib o'tsak. Demak, oligofreniya bu o'sha aqliy tomonlama imkoniyati cheklanganlik. Uni 3 ta turga bo'lamiz biz: debil, imbetsil hamda idiotsia. Debillar bu birinchi darajadagi yengil holat. Imbetsil va idiotsiyalar esa maxsus mutaxassislar tomonidan ta'lim tarbiya beriluvchi hamda davolanuvchi bosqichlar hisoblanadi. Biz aqliy tomonlama imkoniyati cheklangan o'quvchilarni faqatgina birinchi bosqichdagilari, ya'ni debillarni ta'lim sohasiga jalb etishimiz mumkin. O'quv materiallarini kompleks ravishda barcha analizatorlarga ta'sir etgan holatda olib borishadi. Keyingisi ijodiy imkoniyatlari mavjud bolalar, ya'ni harakat imkoniyati cheklangan o'quvchilarning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash, imkoniyat yaratib borish va kasbga yo'naltirish hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, taqdimotimizda turli xil belgilar, ishoralar ko'rsatilgan. Bu ishoralar aqliy tomonlama imkoniyati cheklangan, ko'rishda, eshitishda, tayanch harakatida imkoniyati cheklanganlar tasvirlangan. Biz bu orqali ularning darajasini bilishimiz, ularga shunga qarab munosabatda bo'lishimiz mumkin. Sanab o'tilgan bolalarning xususiyatlari quyidagilar: faoliyatning sustligi, diqqatni tarqoqligi, xotirani pastligi, talaffuzdagi kamchiliklar, zaxirada nutqning mavjud emasligi, emotsional hissiy holatning o'zgaruvchanligi, tasavvurning keng emasligi. Sankuam talablariga binoan inklyuziv ta'lim o'quvchilari sinfda 25 nafardan oshmasligi, o'sha o'quvchilarning 2 nafari imkoniyati cheklangan bolalar bo'lishi mumkin deya ta'kidlab o'tishgan. Inklyuziv ta'limga jalb etiladigan o'quvchilar bugungi kunda umumta'lim maktablarida qaysi toifadagi bolalar tahsil olayotganligini ko'rib chiqamiz siz bilan. Eshitishda, ko'rishda, tayanch harakatida, nutqida muammolari bo'lgan, ruhiy rivojlanishida sustlashgan, yengil darajadagi aqliy zaifligi mavjud bo'lgan bolalar qamrab olingan. Barchamizga ma'lumki, inklyuziv ta'lim respublikamizning turli hududlarida tajriba asosida samaradorlikning nechog'li bo'lishi haqida ko'rib chiqildi va respublikamizning 5 ta viloyatida 15 ta maktabining
800 nafardan ortiq bolalari jalb etilib amalga oshirildi va ulardagi samaradorlik yuqori bo'lganligi sababli 2023-24 o'quv yilidan boshlab respublikamizning turli xil hududlarida joylashgan barcha maktablarida inklyuziv ta'lim sinflari, ya'ni imkoniyati cheklangan bolalarni sinflarga qaytarish, jamoa bilan o'qish, o'z tengdoshlari qatori haq-huquqqa ega bo'lishlari joriy etildi. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi? Hozir siz bilan biz ularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklanganlarga quyidagilarni beradi. O'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etishni, mustaqil harakatlanish, birgalikda, hamkorlikda ishlash imkoniyatini, o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usini, jamiyatga o'z o'rni borligini, dunyoqarashini kengaytirish, hayotiy tajribani oshishi, o'qishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishini ortishi, o'zini barcha bilan bir xil his qila olishi, ilgari sezilmagan imkoniyatlarini ochilishi hamda yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlarni yo'qolishiga sabab bo'la oladi. Bu albatta yon atrofdagilarining qo'llab-quvvatlashi bilan birgalikda amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi? Imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini, mustaqil harakatlanish, birgalikda hamkorlikda ishlash imkoniyatini, dunyoqarashini kengayishi, hayotiy tajribani oshishiga, o'qishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishning ortishi, o'zini barcha bilan bir xil his qila boshlash hamda yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlarni yo'qotadi. Inklyuziv ta'lim sog'lom bolalar hayotida qanday ta'sir kuchi mavjud? O'zlariga o'xshamagan tengdoshlarining ehtiyojlarini his qiladilar. Qo'llab-quvvatlash, yordam berishga intilish insonparvarlik hissini tarbiyalaydi. Tengdoshlariga g'amxo'rlik hissi uyg'onadi. Yordamga muhtoj insonlarga e'tiborsizlik qilmaydigan shaxsga aylanishadi va imkoniyati cheklanganlarga pozitiv munosabat qilish va ularni hurmat qilish shakllanadi. Imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim-tarbiya berish, ularga qo'llab-quvvatlash jarayonida o'qituvchilarimizga tavsiyalar. O'quv materialini bolaning imkoniyatiga qarab shakllantirish, o'quvchilarning barcha analizatoriga ta'sir qilgan holda ish olib borish, o'quv jarayonini samarali tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanish, kasbga yo'naltirish va kasbgacha tayyorgarlik olib borishda maktab psixologi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, o'zlashtirishni baholashda rag'batlantirish ishlarini amalga oshirish, o'zaro hamkorlikda ishlash orqali do'stona muhitni yarata olish. Agar pedagoglarimiz sinfda dars olib borish jarayonida ta'limni boshlashdan oldin sog'lom va nosog'lom bolalar orasida do'stona munosabatni uyg'ota olsa, ulardagi samaradorlik yuqori bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz inklyuziv ta'limning mazmun mohiyatida siz bilan o'rganadigan ma'lumotlarimiz, tushunchalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.